Məşəl qruppisi çağırıqı. Bizning bugunimiz sizlarning atanglar bo'lib qolmasin. Qozog'istondagi barliq qozoq qarindoshlarga chaqiriq. Chingizxonning qo'shinlari Qipchoq dalasiga besib kirganda, Deshti Qipchoq dalasining xonlaridan biri bo'lgan Qo'ton xon Kiyev knazligidan yordam so'rab, agar bugun bizga yordam qilmasanglar, biz o'limiz. At sizlar o'lisizlar degan edi. Darvaqa Qo'ton xonning chaqirig'iga ovoz qo'shmagan Kiyev knazligi Chingizxon qo'shinlari tarafidan halok qilindi. Qo'ton xon har qancha botirlik qilgan bo'lsa-mu, ammo Chingizxonning g'oyat zo'r qo'shiniga teng kelolmay, yoqi yurtlarda sarson bo'lish taqdiriga duchor bo'ldi. Uning avlodlari Vengriyaning qishloqlariga singib ketdi. Tarix takrorlanadi. Agar tarix savoq elish uchun o'rganilmasa, uningdan faqat halok bo'lgan xalqning hasrati va ko'z yoshlari qoladi. Bugun Uyg'urlar halokat girdobida jon talashmoqda. Faqat Uyg'urlarla emas, Uyg'urlar bilan qon qarindosh bo'lgan qozoqlarmi o'xshash taqdirni boshdan kechirmoqda. Tarixdan buyon bir zaminning avlodlari, bir tuproqning egilari, o'xshash chegaraning xo'jayinlari bo'lgan bu xalq bugun ming o'lib, ming tirilmoqda. Ayni chaqda Chingizxon askari yurishlar bilan xalqni qirg'in qilib, zamin egilgan bo'lsa-mu, ammo o'zi egilgan zamindagi xalqlarni tili, urf-odati, dini va madaniyatiga chaqilmagan edi. Tarixda Yavoyi, Yavuz deb nom olgan Chingizxon lashkarlari chaqilmagan madaniyatga 5000 yillik tariximiz bor deb maqtanayotgan Xitoy bosmichilari bugun jon jahli bilan tajovuz qilmoqda. Chingizxondan Yavuz dushman bostirib kelmoqda. Xitoy tajovuzchilari Markaziy Osiyoning egalari Sak, Hun, turklarning nasllari bo'lgan Uyg'ur, qozoq qatorliq yiltizi bir xalqni madaniyat qirg'inchiligi, iqtisodiy tajovuzchiligi, ko'chman kengaymichiligi, askariy zo'ravonligi bilan butunlay yo'qotib tashlashga urinmoqda. Hozirgi Tarim, Jo'ng'ar bo'stonliqlarda 100 ming'an lagerlarni qurib, Uyg'ur qozoq xalqlariga qarshi yurgizilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlari buning tipik misolidir. Aslida Markaziy Osiyoning cheksiz dalasi hisoblangan qozoq tuproqlariga qalqon bo'ladigan ikki buyuk qo'rg'on bor edi. Uning biri Uyg'urlarning bu jo'grafiyadagi siyosiy mavjudligi. Yana biri bu jo'grafiyadagi Uyg'ur, qozoq qatorli xalqlarning ming yillardan buyon izchil davomlashib kelayotgan turk islom madaniyat kimligi edi. Xitoy tajovuzchilari qachonki Saddichin sepilidan cho'milidek yomrab chiqqandan buyon Uyg'urlarning beshiga cheksiz ig'ir kunlar keldi. Mustaqil hokimiyatidan ayrilib, siyosiy mavjudligi gumron bo'ldi. Shundaqdimi Uyg'urlar necha yuz yildan buyon son-sanoqsiz qurbonlarni berib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi tirkishib keldi. Bugun Uyg'urlar nihoyat ig'ir xavf ostida. Hayot mamatlikning girvigida jon talashmoqda. Bugun Xitoy tajovuzchilari bu jo'grafiyadagi Uyg'ur, qozoq xalqlarining ma'naviy to'riki hisoblangan turk islom madaniyat kimligiga tajovuz qilib, madaniyat qirg'inchiligi ilib bormoqda. Xalqlar ona tilidan, urf-odat, yashash shakli va diniy e'tiqodi mahrum qilinib, Xitoy bo'lishga zo'rlanmoqda. Qarshi chiqqanlar turmalarda inson qalbidan chiqqan vahshiy qiynashlar bilan o'ldirilmoqda. Agar ikkinchi qo'rg'on hisoblangan Uyg'ur, qozoq xalqlarining turk islom madaniyat kimligi barbod bo'lsa, butun qozoq tuproqlari, ya'ni cheksiz Markaziy Osiyo yayloqlari,
ig'ir xavf ostida qoladi. Ikkinchi qo'rg'ondan bosib o'tgan Xitoy ko'chmanlari cho'milidek Qozoq zaminiga bostirib keladi. Hozirmi Xitoy tajovuzchilarining bir qadimiy ajdodlarimiz yashagan muqaddas zamin Qozog'iston qarab tashlanib bo'ldi. Ajdodlarimizda suv kelgichi tug'an tut deydigan bir hikmatli so'z bor. Şuna biz kelgusidagi cho'ng bir falokatning oldini olish uchun qon qarindishimiz bo'lgan Qozoq xalqini samimiy ogohlantiramiz. Xitoy tajovuzchilariga qarshi birlik o'rnatishga, o'zaro hamkorlashib Xitoy tajovuzchilarini ajdodlarimizdan qolgan muborak zaminimizdan haydab chiqarishga chaqiramiz. Agar biz bugun yo'qitilsak, әті növbət sizlərə kelib qalmasın. Uyğurlarning mavjudligi, tarım, Жоңғар bo'stonliqlarining bexatarligi, Qozoq xalqining mavjudligi va Qozoq zaminining aminligi bilan zich munosabatlikdir. Shunga Qozoq qarindoshlarimizni o'zining kelgusi uchun ogoh bo'lishga, uyg'onishga chaqiramiz. 2018 yili 7 oyning 29 kuni